Kvartiramiz yonida ikkita bog'cha, ikkita maktab bor. Bu joy qayerda deysizmi? Bu joyimiz Bo'stonliq tumani, G'azalkan shahri, Naxalqi 19-dom, 4-qavatda 3 xonali kvartiramiz sotilyapti. Atrofida o'zini bolalar maydonchasiga ega, zeleniy zonalari bor, qo'shnilari ahil-inoq, lokatsiyasi ham zo'r joyda. Hozir kvartiramizni obzorini ko'rib chiqamiz. Kvartiramiz 4-qavatda 3 xonali. Kirganimiz shunaqa keng hol yonida 10 tarafimizda zal. Zalimiz двойной zal ekan, kvadrat metri 91. Pollari beton emas, laminat qilingan. Egalarining aytishi bo'yicha ba'zi jihozlari qolar ekan, romlari akfadan qilingan. Chap tarafimizda detskiyimiz, bolalar yotoqxonasi, manzarani qarang, Shveysariya manzarasini beradi. Bunaqa joy Gazalkentda ham bor ekanda. Havosi toza. Egalarining aytishi bo'yicha ataplaniya qildirgan ekan, chugunli ekan, ikkita xonani iskanda yondirib yuboradi deb aytibdi. Bitta futbolkada yurar ekansizlar. Detskiydan chiqib yonda spalniyamiz. Spalniyamiz ham ko'rasizlar, xonalari keng, romlari akfadan qilingan. Maza qilib yashaysizlar. Remonti yaxshi, kirib yashaladigan holatda. Spalniydan chiqqanimizda yonda kladovka, yaxshi tarafi dush, tualet alohida ekan. Bu yoqda hojatxonasi, bu yoqda dushimiz, aristolar qo'yilgan. Oshxonamizni ko'ryapsizlar, juda ham keng, katta, kafellar qo'yilgan, remonti kirib yashaladigan holatda. Oshxona yonida 2x6 uzun balkonimiz, bu yoqda ham romlarini ko'ryapsizlar, akfa qilingan. Remontlari yaxshi. Kommunikatsiyadan muammo yo'q ekan. Svet, gaz, suv, kanalizatsiya, Wi-Fi gacha bor ekan. Narxi keladigan bo'lsa, opisianda qoldiramiz. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lib qo'yamiz.